Bugun sizlarga Toshkent shahar Mirzo-Ulug'bek tumani Sentr-Lunacharskiyda joylashgan chiroyli xonadonimizni obzor qilib beramiz. Bemalol kofeni damlab, okeli. Lokatsiya bomba joyda chiroyli xonadonimiz tayyor bo'ldi. Hammaga mana shunaqa chiroyli uylar nasib qilsin. Niyat qilib mana shu videoga bitta like bosib qo'ying. Okey, mana buni bosyapmiz, mana darvozamiz avtomatik o'zi ochiladi. Bismillahirrohmanirrohim deb uyga kiramiz. Ko'ryapsizlar, mana bitta zeleный zona bemalol отдельный xodi ham bor, kirib chiqib yurish. Lini mashinadan olib kirasiz jigar. Kelikka mana mashinadan olib kirasiz. Okey, bemalol mashinangizga joy bor, mashinaga shikarniy hovli, okeylar. Uyimizni naqd 800 kvadrat metr yangi remontdan chiqqan gabyoligim bor. Bunaqasi yagona Dirdona okalar. Mehmonlar kelganda eshik tagiga bemalol ikkita mashinani qo'yib qo'yrsanglar bo'ladi. O'zingizning mashinangiz, otaxonning mashinalari bemalol uyga sig'adi okalar. Knopkani bosamiz, eshigimiz avtomatik yopiladi okalar. Bu yerda mana отдельный xodi bor, o'zingiz kirib chiqib yurishga. Отдельный xod. Bu yerda letniy zona mana. Yozgi oshxonamizga vashchi gap yo'q, keng yozgi oshxona. Bu yerda sharsharalar qilib qo'yilgan. Sharsharamizga hali suv solmadi, chunki uyimiz yap-yangi, hech kim yashamagan okalar. Mana bu yerda takoy svityashchi bo'lib suvlar oqib yotadi. Bu yerda yana mana bitta terrasamiz bor, bemalol terrasaga bo'lib kalovat, malovat, bu yo'larni o'rnatib, mana shu yozda основной dam olish joyi. Seylik 72 taligini ilamiz okalar, maza qilib yashayveradigan joyi. Uyimizda naqd 7 sotuv yer maydoniga qurilgan 800 kvadrat metr okalar. Bismillahirrohmanirrohim. Uyga kirsa, bizani mana shunaqa chiroyli hol kutib oladi. Bu основной рабочий место. Okalar, uy juda ham issiq va keng 800 kvadrat metr. Hovliga qaragan shunaqa katta oynalari bor. Stroyniy mebellar ham полный joylashtirilgan. Mana ko'ryapsizlar, do'ddalari qo'yilgan. Uyimizning narxini ham aytaman. Okalar, sizlar uyni oldin maza qilib tomosha qilib olinglar. Qaranglar. Hovliga chiqadigan alohida xod bu oshxonada bo'lyapti. Kuxnyamizni qaranglar, kengligini qaranglar. Voy mashalloh. Hammaga mana shunaqa chiroyli kuxnyani nasibsin. Kini kuxnyaga birdan 10 gacha o'zingiz bahoyingizni qoldiring. Bunaqa kuxnyalar kamida pochkadan oshib turadi. Hovliga chiqish uchun alohida xod, bemalol mana shu taomlarni pishirib hovliga chiqaraverasizlar. Yozda-da. Zinadan zina mana. Pastki urovingga shotdan chiqib ketamiz, ikkinchi urovingga shotdan ko'tarilamiz. 10 qo'lda bizda mehmonxonamiz bo'lyapti. Mehmonxonamizga alohida like bosasizlar. Mehmonxonamizni ko'ryapsizlar, juda ham keng va 4 ta oyna mehmonxonada joylashgan. Keng mehmonxona, to'pli pollar polniy qilingan. Mehmonxonamiz juda ham issiqini turibdi okalar. Bizni xo'lga yana qaytib chiqdik. Mehmonxonamiz chap qo'lda joylashgan. O'ng taraf mana ko'ryapsizlar, kuxnya hurmatli o'g'lonchilar. Kuxnyani hozir polniy aylandi. Xonalar hammasi разделный qilingan. O'ng taraf общий санузел mana ko'ryapsizlar. Sanuzellarni qaranglar. Shikarniy sanuzel okalar. O'ng taraf kabinet nomer 1. O'zini garderobi, mana keng garderobli, bu yerda sanuzel bilan uyimizning hamma xonasi hovliga qaragan va orqada mana shunaqa havo aylanish uchun bitta spalni va bitta basseynning oynasi mana shunaqa havo aylanish uchun sharoit qilingan okalar. Do'stlar, bizning basseynimiz birinchi qavatda joylashgan. Yopiq ko'ryapsizlar. Mazza qishin yozi bemalol basseyndan foydalanaversanglar bo'ladi. Filtr, hamma narsasi o'rnatilgan, svejiy suvlar quyilgan. Bu yerda turetskiy hammomni ham patologi baland ekan. Hech kim cho'milmagan, yengidek turibdi okalar. Uyimizda bir kun ham yashalmagan upakovka hovlimizni hammamizga mana shunaqa chiroyli uyni nasib qilsin. Biz birinchi urovingni polniy aylan bo'ldi. Endi pastki urovingga tushamiz. Bratva, biz birinchi etajni polniy ko'rib bo'ldik. Hammamizga mana shunaqa chiroyli uylar nasib qilsin. Mana bu zinalarni podsvetkalarini qarang. Oltin zina poyalar bo'lib yotibdi-ku, oka. Hoji aka. Urg'ansizchi, bratan, bizni pastki urovingga tushdi, oka. Pastki urovingning kengligini qaranglar. Binoni tegi
полный pastki уровенimizni 1, 2, 3. 3 ta oyna bemalol havo aylanish uchun. Bu yerda tipi kinoteatr, bilyard, milyard, рабочий место qilib qo'yasizlar. Okeylar, mana bu yana bitta xonamiz bor. Endi bu xona kabinet qo'rsanglar bo'ladi, bu narsa qo'rsanglar bo'ladi, ofis qilib qo'ysanglar ham bo'ladi, oynasi ham bor, bemalol havo aylanadi. Mana qaranglar. Stroyning mebellarini ham yaxshisi o'rnatilgan ekan. Bu yoqqa kiramiz ham, bu yoqqa kirsak bizda pastki уровеньni такой sklad, okey, sklad, taqir tuqurlarni qo'yib qo'yishgan. Bu yoqda mana uyimizni yuragi, ana endi mana shu to'xtaymiz. Uyimizni yuragini ko'ringlar. Ko'pchilik tushunar ekan bu sistemalarni. Mana shu sistemaga o'zingizlarni 1 dan 10 gacha bahoinglarni qoldiringlar. Uyimizda 7 sotu 800 kvadrat metrni mana shu yuraklar boshqaradi, hurmatli obunachilar. Mana shu sistemaga agar yaxshi o'rnatilgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar. Qani ketdi, hurmatli obunachilar, bizni полный birinchi urinlarni aylan bo'ldi. Endi biz qatga ko'tarilamiz, jigar. Qatga ko'tarilamiz, ikkinchi уровеньga ko'tarilamiz. Qani ketdi. Do'stlar, biz pastki уровень, birinchi уровеньni ko'r bo'ldi. Endi biz ikkinchi уровеньga ko'tarilamiz. Ikkinchi уровеньda ham master komnata, детский komnata, 4 ta spalnisi bor ekan. Mashdan to'g'riga mana shunday o'tsa, uyimizning balkoni bor. Balkondan sizlar bemalol mana shunaqa shikarniy hovlimizni tomosha qilsanglar bo'ladi. Balkonda mana shu yerda yana mufiklarni qo'yib, internetda, Instagramda o'tirishga sharoit ham bor ekan okalar. Bu yoqdan yana bitta xonamiz, mana spalniy komnata. Bu wow! Kenggacha, kengligini ko'ring, kengligini ko'ring aka. Bu yana bitta xona, sanuzyoli bilan yana bitta narsa aytaman. Uyimizning sanuzyolari juda ham keng okalar. Bu yoqdan yana bitta spalniydan bemalol balkonga chiqsanglar bo'ladi. Boyagi detskiydan ham balkonga chiqsanglar bo'ladi. Главный xoddan ham balkonga chiqib ketsanglar bo'ladi. Biz mana xollga qaytib chiqdik okalar. Boyagi eshikdan kirib ketgan joyimiz, endi chap qo'lga kiramiz okalar. Chap qo'lda yana bitta shunaqa vadim xonamizda. Bu yerda garderob, o'ng tarafda sanuzyol bor okalar. Uyimizda naqd 800 kvadrat metr, hamma xonalariga bir xil mehr berilgan. Biz xo'lga qaytib chiqdik. O'ng qo'lda yana bitta xona mana. O'zini alohida sanuzyolari bilan bu xonamiz ham bemalol voy buniki boshqacha ekan. Wow, bunisi boshqacha ekan. Gap yo'q, sanuzyolariga o'ldim degan. Endi bu yoqdan chiqamiz. Yana bitta xonamiz bor. Ko'ryapsizlar. O'zini sanuzyoli bilan bemalol mahallani reklama qilishim shart emas. Mahalla вообще zo'r. Konditsionerlarni ko'ryapsizlar. Media kompaniyasining konditsionerlari galdovoy konditsionerlar o'rnatilgan. Mahallani qarang. Okalar, mahallani ko'ryapsizlar, hammasi yaxshi uylar, bemalol smelo kelib, mashinamizni chiroyli narxda baraka qilib, bizani bitta duo qilib qo'ysangiz bo'ldi. Oz hovliga chiqib, narx-navolar hammasini aytmoq kerak. Ketdik. Hammamizga mana shunaqa chiroyli uylar nasib qilsin. Okalar, Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumanida, Sentr-Nacharskiyda joylashgan 7 sotuli, 800 kvadrat metrli basseyn, sauna, hamma sharoitlari bilan yangi qurilgan, hech kim yashamagan xonadonimizning narxini $2 million deymiz. Mana shu videoga bitta like bosib qo'yinglar, bizani kuzatib boringlar, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar.